Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga behidan oddiy kompot qilib ko'rsatib bermoqchiman. Behilarimizni mayda-mayda qilib qirqib, uni yaxshilab tozalab, yuvib, 2-3 martadan tozalab yuvib olamiz. Keyin esa bankalarimizni ham chiroyli qilib tozalab, yaxshilab yuvib quritib olamiz. Bankamizni qopqog'i uchun issiq suv, qaynagan suvni quyib, sterillab olamiz. Bankalarimizni ham har bittasini parlatib sterillab olganimizdan so'ng qirqilgan behilarimizdan xohishga qarab 15-16 donadan solib 1,5 piyola shakar soldim. Hamma xohishga qarab soladi. Endi esa qaynagan suvimizni ham bankamizga quyib olamiz. Undan so'ng esa yaxshilab 2-3-4 martadan aylantirib bankamizni berkitib olamiz. Mana bankamizni ham berkitib oldik. Endi esa shakarini erishiga 2-3 marta chayqab olamiz. Berkitib ham oldik. Endi esa bir haftadan so'nggi video, mana hammasi o'z holicha chiroyli saqlanib turibdi. Agar shu holatda berkitsalaring, hammasi chiroyli holatda saqlanadi. Rahmat e'tibor uchun hammalaring.